letniy kuxnya bor. Bu yerda kotelxona holimizni orqasiga o'tsak bo'ladi. Uy ichini ko'ramiz. Kirib olgan bo'lsak, bu holimiz, tashqari ikkinchi etajga chiqariladigan xotimiz, bu yerda mana mehmonxona. Mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Mehmonxona holati yaxshi. Okalar uyimizda ba'zi bir detallari bor. Uni qilib olasizlar. Bizni bemalol oldirdik, sabab narxiga arzon bo'tmani kuxnyamiz. Kuxnya ham kichkina emas, katta, keng. Birinchi etajdagi undan tashqari yana ikkita xona. Bu yerda bitta xonasi. Sanuzel. Kafil qilsanglar bo'ldi. Bu mana kattalar yotoqxonasi. Ikkinchi etaj chiqamiz. Xo'p, ikkinchi etaj chiqib olgan bo'lsa, ikkinchi etajda ham mana bu yerda bitta katta holimiz. Bu holdan tashqari yana 3 ta xona bor ikkinchi etajda. Xo'p, bu mana bitta bolalar yotoqxonasi. Tak. Ikkinchi qavatdagi sanuzelimiz. Kattalar yotoqxonasi. Va yana bitta kattalar yotoqxonasi. Okalar uyimiz katta va keng. Bunaqa narxga bunaqa joydan topish juda ham qiyin.